Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Andijon tuman Sharqiy Yulduz MFSida joylashgan 7343 konturga yetib keldik. Ushbu konturda no'xat mahsuloti yetishtirilmoqda. Ushbu kontur Mikrokredit bank hamkorligida 66 fuqaro ishtirokida no'xat mahsulotlarini yetishtirish va yuqori daromad olish uchun ekilgan. Ushbu kontur 9 gektardan iborat. Ushbu konturda 66 fuqaro ishtirokida Vodiy bog'lari fermer xo'jaligini rahbari ishtirokida mahsulotni yetishtirib yuqori daromad olish uchun rejalashtirilgan. Ushbu kontur bir gektardan 15 tonnadan 18 tonnagacha mahsulot olishimiz mumkin. Ushbu konturimiz atrofi, chap tomonlari Terayzor, ro'parasi Zovur, o'ng tomoni mahalla qismiga tutashgan, orqa tomonlari yo'l qatnov qismiga tutashgan. Kelgusida yuqori daromadli ekinlar ekamiz. Assalomu alaykum.